Demak, hurmatli tomoshabinlar, biz eslatib o'tganimizdek, bugun osh, bu osh taomning nomi juda ham ko'p. Osh, palov, palovg'on to'ra, juda ham ko'pchilik bizning yurtimizda turli xil oshchi turlari bor. Anjancha osh, Samarqandcha osh, Buxorocha osh, Vohada boshqacha osh qiladi, Toshkentda umuman boshqacha osh qiladi. Assalomu alaykum. Bugun bizga Obidjon qanaqa osh qilib bermoqchisiz? Assalomu alaykum Dilshod aka, assalomu alaykum. Bugun Toshkentcha to'y oshi qilamiz. Ertalab nahorga yeydigan, hamma borib yeydigan Toshkentcha to'y oshi qilamiz. Demak, dietetikaga bo'laveradi. Chunki poytaxtimizda oshi unaqa qovurilgan osh bo'lmaydi-yu, adashmasam, to'g'rimi? Yengil osh bo'ladi. Shunaqa. Lekin qozonimiz yonib ketishar arafasida. Obidjon, Qozon qizib tursa, hozir jarayon tez-tez bo'ladi-da. Birinchi mana yog'ni sovoldim. Shu yaxshi sifatli, shu o'zim ishlatadigan slabada yog'ini, keyin unga ozgina dumbadan jizza qilib oldim. Hozir qizib turgan yog'ga birinchi go'sht solamiz, ketidan sirazi piyoz, sabzi, tuz, suv bo'ldi. No'xat, magis. so'raganda bu go'sht qachon tashlaysiz? Tashangini tomoshabinlar tomog'ini qishtaylik endi. Bo'ldi. Buni sekingina unga voy. Okay. Zo'r bo'ladi. Yaxshi qizsa yo zo'r bo'ladi. Ha, demak yana qizdasiz hali. Ha, yo bo'ldi, shu kelib qoldi. Kelib qoldi mana, kelib qoldi. Bosurim, duo qiling. Oshimiz zo'r qilsin, sharmanda qilmasin, yoqib qilganda sharmanda bo'lmaydi. Bir ikki marta Yoqubjon osh pishirib beruvdilar. Ana. Rais bor. O, afsus, lekin bizda hid ulashadigan instrumentlarimiz yo'qda, bo'lmasa allaqachon siz hozir oshni boshlab olgan bo'lardingiz. Baraka toping. Ana rais bor. Qani endi ertalab yakshanba kuni erta tongdan turib, ishiga ketgan dadasi yaxshi boring. Oq yo'l deb turgan bu katta baxtmi? Kelin sizni kuzatib yubordim ertalab. Ertalab bizda ham shu ahvol. Biz sekingina chiqib ketdik, hech kimni uyg'otmaslik uchun. Akkuratni svet yoqmang bo'ldi. Hammasi joyida deb mujibida sekingina chiqib ketdik. Ertalab o'zi necha turasiz, Obidjon? Shu ertalab 5-6 atrofida. O'zi ertalabdan vaqtli turgan odamda har doim deyarli soat 10 gacha hamma ishini qilib bo'ladi-da. Bunday olib qaraganda o'zi 10 gacha ishingiz bo'lib, nima qilishni bilmay o'tirasiz. O'sha eng yomoni o'sha. Demak, bizni ko'rib turgan tomoshabinlarimizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Biz endi bir vodiyga yuzlanamiz. Abdurahmon akani taniysizmi, qiziqdi? Voy, yangilardan deyarmish. Yangilardan tayyorlagan. Hozir savol, hamma hozir o'ylayapti. Bu odam ish qilib qayerda turibdi hozir? Hayronman, bilmayman, Abdurahmon aka qayerdan turib hozir bizga latif aytasiz, lekin bizga qayerdan, qanaqa latif aytishingiz emas bizga. Qayerdan turib aytishingiz qiziq. Marhamat.